Barchaga salom bolalar. Bugungi video roligimizda men mana bu 3 ta qamoqxonadan qochib ketishim kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda politsiya, grifer va hacker bo'ladi obunachilar. Bularni uchalasidan ham o'zim qochib ketishim kerak bo'ladi. Bo'lmasa birinchi biz politsiya qamoqxonasiga tushamiz-da, qochib ko'ramiz. Xo'sh, yaxshi. Ana politsiyada o'zi tushib oldi degani qani nima qilar ekan bu kishi. Okey, ana endi qochib ketishimiz kerak, to'g'rimi? Sen bu yerdan qochib ketolmaysan. Ko'ramiz kim qochib keta olmas ekan. Hozir ko'rsatib qo'yaman o'zim qanday qilib qochib ketishdi. Mayli, qani ko'raylik-chi hunaringni. Okey. Faqat siz unaqa jahl qilmang bo'ldi, xo'p. Qanday qilib qochib ketsam ekan? Mana bu yerga o'tirib olib, obunachilar, qisqasi men hozir mana shu yerdan qanaydir qilib qochib ketishim kerak. Lekin qochib ketish ilojisi imkoni bo'ladi obunachilar. Lekin buning uchun faqat biz miyamizni ishlatishimiz kerak. Misol uchun, xo'p, qayerga qarasam ekan? Birinchi o'rinda tashqariga qarasam, xo'p, tashqarida umuman chiqib olmaydi. Xo'p, bu yerga qarasam-chi, bu yerda ham yo'q ekan obunachilar. Hech qanaqa yechim. Obunachilar, bizga bittagina yechim qoldi obunachilar. Pastga qarash qoldi. Xo'p, menimcha kanalizatsiyadan qochib ketsak bo'ladi. Ha, obunachilar, juda ham ajoyib fikr, adashmasam, to'g'rimi? Ha, xo'p, qarayotgani yo'qmi ekan? Hozir qaraydi. Mana bu biratchiga qarab o'tirgan ekan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak obunachilar. Yaxshi. Davay tezroq buz. Davay. Xo'sh, yaxshi. Davay tezroq buz. Opa, normalniy. Ana endi bularni tezroq buzamiz-da. Tezroq pastga o'tib ketamiz. Opa, yaxshi. Ana endi mana bu blok bilan mana bunday qurib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi ana politsiyachilik kelmasligi uchun demoqchilik, mana bu yerda kuchuklar bor ekan. Ehtiyot bo'lish kerak obunachilar, ehtiyot. Yaxshi. Bo'lmasa hozir bularga menimcha obunachilar bizni quvolamaslik uchun ya'ni mana bu kalitni topishimiz kerak bu yerdan. Shu sababdan bular bizni tishlab yubormasligi uchun bizga qarochi bularga suyab berib chiqishimiz kerak. Xo'sh, normalniy. Davay beramiz. Oppa, normalniy, oppa. Oxirgisi va ajoyib. Ana endi eshik ochildi obunachilar. Ana endi bu yerdan ketamiz. Yaxshi. Ana endi bu adashmasam, bu ikkinchi bosqich. Ajoyib, bu yerda juda ham xavfli qamoqxonadagi odamlar, mahbuslar turibdi ekan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak obunachilar. Bular juda ham yomon bo'ladi. Xo'p, bularni qanday qilib yengsam bo'lar ekan? Ha, mana bu qopqonlar bilan yengsam bo'ladi obunachilar. Narki yo'lga o'tishim kerak, ichkaridan o'tishim kerak, lekin buning uchun mana bularni yengishim kerak. Bo'lmasa bittalab qo'yib chiqamiz mana bunday. Voy, ehtiyot bo'lish kerak. Yomon tegdi-yu, вообще bor-ku. Juda ham yomon jonni yer ekan. Davay tezroq bularni tezroq qo'yib chiqamiz. Okey, bu yerga mana shuni qo'yamiz. Davay tezroq bo'l. Ana endi eshikni ochamiz-da, ko'rsatamiz. Davay, kellaring chiqqan nima bo'lar ekan? Davay. Tixil qolganim men bularni. Bittalab keladi. U ana ketdi bittasi, yana bittasi ketdi. Ikkinchisi, uchinchi, to'rtinchi. Voy, ketay olimdan senimi? Otinglar buni, voy. Qopqon вообще bor-ku. Oppa, normalniy. Davay. Qani ke? Bittalab kellaring, tutinglar, qopqonlar qolmay qolib, bularni ham olaylik deb. Hammasini mana bunday qo'yib chiqamiz. Oppa, normalniy. Davay. Oppa, yaxshi. Xo'p, davay, kelaver uka. Davay, nima bo'lyapti? Mana bu yoqqa ham ke, davay, bunday qilamiz. Obunachilar, bu yerlarga qo'yamiz. Bu yerlarga ham qo'yamiz deb, oppa, to'xtanglar, bu yerga ham qo'yib ketamiz. Okey. Xo'p, qo'llar qolmayapti. Ketasiz, sallanimi? Voy, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Normalniy, xo'p. Yana nechta qoldi ekan? Ketay, xo'p, ichkariga kirib, bano qo'ymasam bular kirib kelmayapti. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ket. Voy, sallanimi? Sal qoldi-ya, menimcha boshqa qolmadi obunachilar. Mana bularga mana bunday qo'yib chiqaylik-da, har ehtimolga qarshi obunachilar. Normalniy, hop, bu yerga ham qo'yamiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Normalniy. Xo'p, obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Ana endi bularni barchasini bunday qo'yib qo'yganimiz yaxshi. Qopqonlar bilan o'ynashmagan yaxshi deb o'ylayman obunachilar. Bu yerga ham qo'yamiz. Ana endi bu yerdan ketamiz. Voy. Sanama. Mayli, ana endi obunachilar. Xo'p, ichkariga kirsak, bu yerga parol kerak ekan. Parolni qanday olsak bo'ladi? Hozir o'ylab olaylik obunachilar, bu yerlarda parol bormi ekan? Bu yerlarda yo'q ekan obunachilar. Bu yerlarda kravatning yonida hech bo'lmaganda, bu yerda ham yo'q ekan obunachilar. Bu kompyuterlarda ham yo'q. Bularni ochib bo'lmaydi. Xo'sh, buni ostidami ekan obunachilar? To'xtanglar, buni ham ostida emas ekan. Gilamlarning ostida bo'lish kerak demoqchi edim. Ajoyib mana. Xo'p, 6391 ekan paroli. Yaxshi, ana endi 6391 qilib beramiz deb. Bu yerdan chiqib ketamiz. Ajoyib. Ana endi menimcha men g'olib bo'ldim demoqchi edim. Yo'q, hali yana bor ekan obunachilar. Bu yerda nima bor ekan? Yaxshi, bo'lmasa hozir menimcha bularni ikkovlab chiqishim kerak, adashmasam. Yaxshi. Bo'lmasa tezroq bittalab olib chiqamiz. Voy, mana suvlarni, lavalarni kelishini вообще bor, asab buzarda. Mayli, bittalab mana shuni buzib chiqsa. Yana lava chiqyapti, tushunmadim. Nima uchun lava qo'yib qo'ygan? Вообще hayronman borki.
yonib ketishimni xohlayaptimi politsiyachilar вообще. Mayli, давай, tezroq bo'l, uka. Вообще asab buzar. Давай, tezroq buzib ketmasak вообще bo'lmayapti, boru. Bo'l tezroq. Oy, lava. Tezroq ketish kerak bu yerdan. Sal qoldi-ya. Voy, sanama. Yonib ketardim. Davay, tezroq bu yerdan ketmasam bor. O, yaxshi chiqib ketdim. Voy, ketay olimdan, suv bo'lmay, lava bo'lmay ketlaring. Xo'p, ana shunday sal qoldi. Men hozir lavada cho'kib ketardim. Mayli, xo'sh, ana endi obunachilar yuqoriga chiqib olamiz. Biza qochib ketdik. Ajoyib. Ana endi biza Grifernikiga o'tamiz obunachilar. Biza politsiyachinikidan qochib ketdik. Yaxshi. Bo'ldi, mo'z ketdim. Ana endi sen biznikidan umuman o'tolmaysan, ishonib ber, bizniki juda ham xavfli. Xo'p, ko'ramiz. Davay, urinib ko'rchi. Xo'sh, yaxshi obunachilar ehtiyot bo'lib, hech kimga ko'rsatmasdan o'tkazish kerak. Xo'p, obunachilar har doimgidek mana bu yerga o'tirib o'ylab olamiz-da. Voy, nimaga unitasiga o'tirib o'ylayapsan deydigan bo'lsa-da bilmadim obunachilar. Xo'p, bu yerda kanalizatsiya yo'q ekan. Bo'lmasa qayerda bo'lishi mumkin ekan, a? Xo'p, bu yerlarda-chi, bu yerlarga qaraymiz yaxshilab. Bizning qishlog'imiz bu yerda. Ajoyib, buni ham turishini qaranglar obunachilar. Mayli, nima bo'lganda ham xo'p, tezroq chiqish yo'lini topishimiz kerak. Yuqoriga chiqsam, yuqoriga bormikan chiqish yo'liga umuman yo'q ekan yuqorida. Xo'p, menimcha mana bu yerda bo'lsa kerak. Mana bu gilamning ostida, gilamning ostida yo'q ekan obunachilar. Xo'p, bo'lmasa, hech bo'lmaganda divanning ostida demoqchi edim. Obunachilar, mana topib oldik. Har doimgidek yana chiqish yo'lini topdik. Mana endi bu yerdan tezroq ketmasak bo'lmaydi. Bular ko'rmasin-da, mana bular. Ko'rmasdan tezroq bu yerdan surorish kerak. Hoppa, normal. Xo'p, men qayerdaman? Parkurdamiman? Menimcha parkurga o'xshayapti. Obunachilar, ha, bu parkur. Ajoyib, mayli, bo'lmasa bunday qilamiz, bu yerga qo'yamiz-da, asta-sekin chiqib ketamiz. Menimcha juda ham ajoyib bo'lmoqda. Buni ham mana shunday qilib olamiz-da, hoppa, buni yerga chiqib olamiz. Bu yerga ham bitta-bittalab sakrab ketamiz-da, obunachilar. Menimcha ajoyib bo'lmoqda. Sizlarga yoqyaptimi? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar obunachilar. Sizlarga mana kommentar nimasi bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'ringlar va kommentariyaga keyin yozinglar. Kimniki eng xavfli bo'ldi, kimniki eng qiyin bo'ldi deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Hali hakerniki ham bor. Hakerniki qanaqa bo'ladi bilmadim obunachilar. Lekin kommentariyada yozib qoldiringlar. Misol uchun menga juda ham qiziq. Hozircha menga Griferniki sal xavfli bo'lyapti-yu, mayli, lekin nechivo, bu yerdan mana o'tib ketamiz, muammo emas. Xo'p. Oh my god, bu yerda tentlar juda ham ko'p ekan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p, portlab ketish ehtimoli bor obunachilar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qaranglar, tentning kattaligini. Tushunmayman, kichkina bo'lib qolganmi yo menga shunday tuyulyaptimi? Mayli, nima bo'lganda ham tushunmadim. Voy, qaysi knopka ekan? Qaysi knopkaligini topishim kerak obunachilar. Xo'sh, qaysi knopka bo'lishi mumkin? O'yla. Xo'p, bularni birinchi buzib olamiz. To'xtanglar, bularni buzib chiqsa ham bo'lar ekan-ku. Men vahima qilyapman. Obunachilar, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yaxshi, ajoyib. Ana endi mana bu yerdan bunday o'tamiz-da, hoppa, asta-sekin. Buzlardan tezroq o'tib ketmasak hozir tushib ketardik. Mayli. Menimcha tugadi demoqchi edim. Mana bu yerda ham bor ekan. Voy, ehtiyot bo'lish kerak. Voy, men bularni yomon suqilyapti. Bor, davay. Hop. Oh my god, obunachilar, hozir nima deyishga hayronman. Hop, tezroq bunday o'tamiz. Jonimga tegib ketishi. Axir men teginganim yo'q-ku. Endi nima o'tmayapti, tushunmadim. Bu yerda nima bu yer? Bu yerda ko'rinmas bloklar bor ekan obunachilar. Davay, ko'rinmas bloklar bo'lmasa ham ehtiyot bo'lib o'tamiz. Davay, ish qilib ko'rinmas lava bo'lmasa bo'ldi yoki ko'rinmas tentimi? Davay. Xo'p, qanday o'tsam bo'ladi? Ajoyib, yaxshi. Oh my god, obunachilar, bu yerdan ehtiyot bo'lib o'tishimiz kerak obunachilar. Bu yerdan yugurib o'tamiz. Faqat ehtiyotkorona o'tishimiz kerak. Barcha narsalarni tashlab yuboramiz, yengil bo'lish uchun. Ana endi qani go, davay, sakrab o'tsak bo'ladi. Yaxshi, umuman tegmayapti. Ajoyib, menimcha zo'r, umuman tegmadi. Lekin вообще ehtiyot bo'lishimiz kerak obunachilar. Xo'p, men ajoyib chiqib ketdim men. Nima desam bo'ladi? Griferning uyidan chiqib ketdim, ya'ni qamoqxonasidan. Vau, obunachilar, juda ham zo'r. Hech kim qila olmasa kerak yoki sizlar qila olasizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, obunachilarni endi biza hakerning uyida biza. Hakermi, davay chiqishga urinib ko'rchi, qanaqa bo'lar ekan. Bo'ldi. Nimaga sen muomala qilyapsan? Bitada chiqib ketaman, ishonaver. Meni nomim bilan hakerni elga chiqib ketib ko'rchi. Xo'p, qani hozir ko'ryapman-da hozir. Chiqish yo'lagi bormi, yo'qmi? Obunachilar, bu salgina qiyin bo'lishi mumkin, chunki haker cheatlar ishlatib shunaqa qilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda gilamning ostida yo'q, divanning ostida yo'q desam.
Voy, sallanama o'zingcha chiqib ketolmayman deb o'yladingmi? Mana bir pasga chiqib ketsam bo'ladi. Xo'sh, qara, tushunmadim. Qochib ketyapsanmi? Umuman qochib ketolmaysan baribir. Mayli, senga ruxsat ketishingga. Ruxsatmi? Albatta. Seni o'sha yerdan topib olamiz. Ha, mayli. O'zicha o'ylayaptiki, men bu yerdan o'tolmayman deb o'ylayapti. Mayli, hozir ko'rsatib qo'yaman kim o'tolmasligini. Bu yerda nima qilish kerak chunman? Portal gun bor ekan, portal chiqarsa bo'lar ekan. Bu portal bilan nima qilsak bo'ladi, obunachilar? Mana bu yerga bunday portal ochamiz dedi, mana bu yerga portal ochamiz dedi. Hoppa chiqib olamiz. Ajoyib. Bu pastga tushib ketdimi, ehtiyot bo'lish kerak. Hop, bu yerga portal ochamiz, bu yerda portal ochamiz. Hop, pastda o'tib olmasak bo'lmaydi. Voy, boshimni aylantirib yuboryapti-yu, obunachilar, bilmadim. Mana bu yerga ham ochamiz dedi, mana bunday qilib o'tib olamiz. Ajoyib. Ana endi mana bu yerga ochib, короче, mana bunday qilib chiqamiz. Juda ham boshim aylantirib yubordi, obunachilar. Mayli, o ajoyib. Bu yerda 4 ta kalit bor va 4 ta yerda bor ekan, ajoyib. Ana endi mana bu yerga qo'yamiz, mana bu yerga qo'yamiz. Boshda aylantiramiz yana ozginagina. Ajoyib, mayli. Hop. Qayerga edi? Endi mana bu yerga bo'lsa kerak. Hoppa, yaxshi. Ana ochib oldik. Ana endi bu yerdan o'tib olamiz dedi. Mana bu yerga tushamiz. Ajoyib, mana endi bu yerga va bu yerga mana barchasini qo'yamiz. Ana endi qaysini torsam ekan? 1 da 2, 3, menimcha hammasini torsam kerak. Ajoyib. Bu eshik ochildi. Zo'r davay bu yerdan o'tib olamiz va ana endi bu nima ekan? Portalni tashlash kerak ekan. Portal tashlasa och ekan. Portal gunni. Oh my god, juda ham yaxshi. Aqlli o'ylangan ish ekan, obunachilar. Xo'sh, parkour. Obunachilar, mana bu yerga qarab o'tsak bo'lardi. Ha, menimcha bu yerda ko'rinmas bloklar bor, obunachilar. Ha, yaxshi. Bo'lsa mana buni o'tib olamiz. Bu yerdan 2 ta blok o'tamiz. Tutala, yana bitta. Tutala, mana bu yerga o'tib bo'lmaydi. Qaranglar. Bu ko'rinmas blokda, короче, bular ham. Xo'p, mana bu yerdan o'tamiz. Bu yerdan ham o'tamiz. Kim? Bu yerdan ham o'tamiz de. Ana endi bu yerdan to'g'ri mana shunday 2 ta blok o'tmaymiz ekan, obunachilar, sal qoldi-ya. Yaxshi, men yuqoriga qaradim, bo'lmasa barchasi tamom bo'lardi. Hop, barchasini menimcha mana shunday qilib qo'yib ketsak bo'ladi, adashmasam, obunachilar, bilmadim. Juda ham qiyin bo'lmoqda-da bor. Juda ham nima bo'ladi? Juda ham qiyin, ham aqlni ishlatadigan IQ li o'yin deb o'ylayman, obunachilar, men uchun. Sizlar uchun bilmadim-ku. Bu jetpack bor ekan. Oh my god. Ehtiyot bo'lib uchishimiz kerak, lavaga tegmaslik uchun, obunachilar. Mayli. Davay, asta sekin uchamiz. Asta. Normali. Juda ham ajoyib. Oy, ehtiyot bo'lish kerak. Tegib ketmaslik kerak mana bu tikonlarga. Oy, ana lavaga tushdik. Ana lava qaranglar, vashi yonyapmiz ana endi. Mayli, ehtiyot bo'lib o'tamiz. Oy, yana tegdi. Vapshe, yana tegdi. Vapshe, ana yana tegibmiz. Juda ham sharmandali. Bilib o'tiribman, obunachilar. Tezroq mana bu yerdan o'tib olsak, menimcha juda ham ajoyib bo'ladi. Yaxshi. Vapshe sharmandali bo'ldi deb o'ylayman, obunachilar, lekin mayli, buni e'tiborga olmaysizlar. Ana endi chiqib ketsak bo'ladi. Ajoyib, ana chiqib ketdim. Obunachilar, ana endi kommentariyada yozinglar, boya videorolikda aytganimdek, kimniki qiyin bo'ldi. Meni fikrimcha, Griferniki ozginagina qiyin bo'ldi. Politsiyachiniki ham menimcha hamma qamoqxonalar o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ldi deb o'ylayman, obunachilar. Sizlarga qanday bilmadim, bu kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima ham derdim. Mayli, obunachilar, hozir men o'zi ko'rib turganinglardek mana shu 3 ta qamoqxonadan chiqib ketdik. Qaysi qiyin bo'ldi? Meni fikrim bo'yicha Griferniki sal qiyin bo'ldi. Sizlarga kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysiniki qiyin bo'lganini. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr.